Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari hamda bizni tomosha qilib turgan YouTube tomoshabinlar, barchalaringga xayrli kun. Bugungi sanamiz 2025-yil 17-may sanasida turibmiz. Hafta kuniga shanba. Mana bu ko'rib turganlaring oshqovoq. Buni navi erta pishar. O'zimiz stakanchikda yetishtirganmiz. Mana shu turpoq bilan biogomuz ellik qilib, keyin mana bu yerga 15 sotik joyimizga o'tkazganmiz. Hozir holatini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa holati yaxshi. Mevaga kirdi. Bu oshqovog'imizni turganimizda ildizini ostiga 200 grammdan biogomuz solganmiz. Biogomuz albatta bilasizlar, har qanday o'simlikni ildizini yaxshi rivojlantiradi, namlikni yaxshi saqlaydi. Mana bu ko'rib turganlaring yuqoriga katta klyonka tortilgan. Bu klyonka issiqlikni ildizga yaxshi o'tkazadi. Rivojlanishiga ham ancha ahamiyatga ega. Xudo xolasa pishish arafasida oshqovoqlarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Oshqovoqni biz kamroq suv ichadi deb o'ylar ekanmiz. 3 kun 4 kunda bir suv qo'yish kerak ekan, holatga qarab. Mana palaklari ham ko'z tegmasin. Pashta hozir quyosh mana tikkaga kelyapti, issiq. Agar chanqasa o'zi palak tashlab qolar ekan. Shundan bilsa bo'lar ekan. Suv qo'yish kerakmi, qo'yish kerak emasmi? Xudo xolasa pishish arafasida hammani qilayotgan dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Ko'z tegmasin. Hamma narsa serob bo'lsin. Hozir suv qo'yilmagan joy bor sinovga. Hozir ko'rishingiz mumkin, palagi yaxshi. Suv ichmagan joy bor mana bu yerda. O'zi palagi bu tomon suv ichgan. Mana suv ichmagan joy o'zi bilinib turibdi, chanqiganligi. Biz mana shu qatorga suv qo'ymagandik. Mana bu tomoni qovun. Endi qovun kamroq suv, bu tomoni oshqovoq. Endi buni ham bir o'ylab ko'ramiz. Mana bu yonidan ariqcha qilamizmi, suv ichkizgani ko'ramiz. Kimda savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozinglar. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Holatlari yaxshi. 3 kun oldin juda palak tashlaganda, abit mahalla kun isiganda. Hozir mana 3 kun bo'ldi suv qo'yganimizga. Holatini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Yanagi videolarda ko'rishguncha